Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Bo'lib o'tgan voqealardan bir necha kun oldin. Ha, endi mening ham sivilizatsiyam bor. Sen adashding oshna. Tushunmadim, Grox? Alvido, umid qilamanki sen bilan hech qachon ko'rishmaymiz. Jin ursin, bakam, yo'q. Xavotir olma bakam, men seni albatta qutqaraman. O'chirib oldinglar, pattaringlar eshaklar. Bu yana nima balo bo'ldi? Xullas kalom, mana shunday voqealar bo'ldi. Shunaqami? La'nati. Bo'ldi, men senga yordam beraman. Mana men tayyorman. Qo'yil, Bochkavoy, senga gap bo'lishi mumkin emas. Mening ismim Qambar Bochkavoy emas. Yaxshi, Qambar, unday bo'lsa, birinchi men kovlagan tunnelni ko'rib chiqamiz. Hoy, san sekinroq yurgin, men charchab qoldim. O, bol la'nat Qambar-ey. Jin ursin, biz hali uydan endigina chiqdik. Sen qanday qilib charchab qolishing mumkin? Mana men o'zimni qasrimni ko'ryapman. Bo'ldi, dam olamiz, men charchadim. O, bol. Nima deb o'ylaysan? Qasamning ichida yegulik bormikan? Sen faqat oshqozonni ishlatmasdan kallangni ham ishlatsang bo'lardi. Men yoshligimda karate bilan shug'ullanganman. Ha, sen karate bilan ko'proq shug'ullanganingdan semirib ketgansan. Qani bizga barcha ma'lumotlarni gapirib ber, bo'lmasam o'lasan. Bilasanmi nima Qambar? U bilan o'zing shug'ullan. O'chirib oldingmi? Mo'ylovingga bit tushsin. Uni o'zimga qo'yib ber. Agar sen hozir menga bilganlaringni aytib bermasang, men seni bosib o'ldiraman. Tushunmadim la'natlar. Men sizlarga nima qildim? Men senga oxirgi imkoniyatni bergan edim. Sen uni qo'ldan chiqarding. Jironsan, men o'ziraman deb kichib qo'ydim. Men hozir kelaman. La'nat cho'chqa, ichingga it o'lganmi nima balo? Nafas olib bo'lmaydi-ku. Agar bu haqida kimgadir gullab qo'ysang, o'lasan. Men kelgunimcha joyingdan qimirlamay o'tir qariya, bo'lmasam bo'qliq ishtonimni og'ziga tiqaman. Xo'sh, qariya, qanday ma'lumotlarga egasan? Xullas seni semiz do'sting hozirgina meni oldimda. Jin ursin, Qambar, axir u hali ma'lumotlarni aytib ulgurmagan edi. U senga yolg'on gapirayotgan edi. La'nat, sen qayerdan bilasan, u rost gapiryaptimi yoki yolg'onmi? Yo'q, yo'q, otib o'ldirding. Biz deyarli yetib keldik. Ha, olg'a. O, men tanga to'p oldim. Tezroq yuray, cho'chqa. Mana va nihoyat biz ichkarigamiz. Sal sekinroq yurishning iloji bormi? Bu yerda ovozing chiqmasin, qorningni ham qimirlatma. Xullas reja bunday. Biz laboratoriyaga bo'lib, Jo'li momoni topishimiz kerak. O'zi laboratoriyadan Jo'li momoni nima qiladi? Men ham hozircha bilmayman, lekin laboratoriyani topsak aniq bilib olamiz. O, bol Jin ursin, bu yerda narvon ham yo'q-ku. Xullas Qambar, pastga sakraganda ko'zingni yopib sakraysan. Sakrayapsanmi, Qambar? Qani bo'la qol, Qambar, nimani kutib turibsan? Qochib qol, hozir bomba tushadi. Yaxshiyam, mening esim o'lmish ekan. Ha. Tushunmadim, nega bu yer yopib qo'yilgan? Nima deb o'ylaysan? Mana shu yopiq eshiklarning ortida oshxona bormikan? Men qayerdan bilaman? Sen butun yurakka to'kilding oziq-ovqatlar bilan. Axir men 20 daqiqadan buyon ovqat yeganim yo'q. Senga laboratoriyadan qorni og'riq dori olib beraman. Uni nima qilaman? Uni ichsang salgina ozasan. Shoshma, axir bu Groxning taxti ravonimi? O, qo'yil, uning tillodan bo'lgan zirhli kiyimlari bor ekan. Zirhli kiyimlarni bir-biridan chiroyligini qara. Ha, demak bu yerda oshxona bo'lish kerak. Oy, la'nati, cho'chqa, sen tushunyapsanmi? Sen Groxning qasriga kelgansan. Mana bu esa Groxning taxti, lekin uni yeb bo'lmaydi. Ha, ajoyib. Tushunmadim. Sizlar Grox janoblarining qasriga noqonuniy kirib oldingiz. Jin ursin, Qambar, yo'q. Men semizda o'tib o'ldirdim. Men gapimni tugatib olganimdan so'ng uni o'ldirishing kerak edi. Jironsa, bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Men Grox bilan bunaqasiga kelishmagandim. Jin ursin, bu yerda nimalar bo'lyapti? Ularni kim o'ldirdi o'zi? Jin ursin, bezmiga, sen bu yerda nima qilyapsan? Avvalambor senga rahmat, meni bulardan qutqarib qolganing uchun. Men tezroq bu yerdan ketishim kerak. Bo'ldi, unday bo'lsa yo'lni sen ko'rsatasan. Nima, la'nati, men bu qasrni qanday qilib bo'lmasin qaytarib olishim kerak. Axir men bu qasrni qancha qiyinchilik bilan qurganman. Birinchi resurs to'playmiz, keyin qasrni qo'lga olamiz. Bu nima bo'lo? Bezmiga aytdiki, bu yerga sakrash kerak ekan. Ana bilmasam olg'a. Grox janoblari, 5 daqiqa oldin biz mana bu yerga cho'chqani o'ldirgan edik. Lekin sherigini qo'ldan chiqardik. Meni hozir bu qiziqtirmayapti. Nima uchun meni qasrimda ko'rshaparaklar uchib yuribdi? Ikkinchidan, nima uchun ularni qo'ldan chiqardingiz? Grox janoblari, ular bu yerga minglab askarlari bilan kelgan edi. Unday bo'lsa, zudlik bilan qo'lga olinglar. Hammalari Grox janoblari, men hozir hammani oyoqqa turg'izaman. Sizlar esa bekor o'tirmasdan like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Biz esa davom etamiz. Jin ursin, bu yerda suv yo'q edi-ku, qayerdan keldi suv? Men qayerdaman? Men tualetga chiqishga haqqim bormi yoki shu yerga tushaveraymi? Yana bir hafta sabr qilishingga to'g'ri keladi. Kechirasiz, laboratoriyaga qanday borsam bo'ladi?
Sen ayni paytda kelding bolaginam. Men seni kutib o'tirgan edim. Mana buni sen uchun tayyorladim. Ichib ko'rchi. Men o'zi ichishni tashlaganman-u. Bemalol ichaver. Buning zarari yo'q. Xavotir olma. Men bu ichimlikni shaxsan o'zim sinab ko'rganman. Yallanati, bu yana nima balo bo'ldi? Tinchlikmi, nima balo bo'ldi? Unga e'tibor berma. Hammasi yaxshi. Bunaqasini birinchi marta ko'ryapman. Tinchlikmi, Mustafa Boltaboyev? Menga nima bo'ldi o'zi? Menimcha seni rezinka bilan tortishga to'g'ri kelyapti. Ha, Jurnursan, menga nima bo'ldi? Tezda meni o'z holimga qaytaring. Hozir shoshilma, tipirchilamay tur. Mana buni ichsang otday bo'lib ketasan. Au, menimcha bundan battari bo'lmasa kerak. Borib kuvaldani olib kel, hozir to'g'irlaymiz. Xavotir olma, mana buni ichsang ko'rmaganday bo'lib ketasan. Qani bo'la qol. Menimcha sassiq chol seni ustingga kulyapti. Nima deding? O, bojin ursin, bu yana nima balo bo'ldi? Buni kichraytirish uchun damlama yordam bermaydi. Borib arrani olib kel. Jin ursin, yoki men tush ko'ryapmanmi, nima balo? Jinurson, meni nima balo qilib qo'ydingiz? Men xonaga sig'mayapman. Lekin sen qirchillama yigit bo'lding. Yo'q, bu damlamangiz menga yordam bermayapti. Bo'ldi, meni qo'limdan hech nima kelmaydi. Hoy, Bezmiya, va nihoyat men kuch beradigan damlama olib keldim. Hoy, u senga mumkin emas. Obbo, mayli, bo'lar ish bo'ldi. Xo'sh, Bezmiya, o'zing qanday his qilyapsan? Yo'q, tavba. Bezmiya, hammasi joyidami deyapman. Menga qaragani bir. Xavotir olma oshna, hammasi joyida. Jinurson, Bezmiya, sen intelligent bo'lib qoldingmi? Bu damlamani senga oldinroq berish kerak ekan. Qara tezroq bo'l, yura qol, bizning qiladigan ishimiz ko'p. Demak, reja bunday. Birinchi Creeperni davolaymiz, keyin esa o'zimizni. Xullas, shunday qilib biz qasrga hujum qilishni boshlaymiz. Opa, qoch qol, hozir portlaydi. Plan G ish bermadi, plan C ga o'tamiz. Mana buni Creeper desa bo'ladi. Jinurson, bu menga yoqyapti. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan? Menda ajoyib g'oya bor. Biz o'zimizni bahaybat qilib qasrga hujum qilamiz. Yo'q, menda undan ham yaxshiroq g'oya bor. Yillanatlari. Bu yerda ibodatxona qurilganligi uchun sizlar 10 barobar ziyodroq soliq to'laysizlar. Tushunmadim, meni sal quloqim eshitmaydi. Seni doim soliqqa kelganga qulog'ing eshitmaydi. Bugundan boshlab sizlar soliqlarni 2 barobar emas, 3 barobar to'laysizlar. Xo'sh, kim bepul tuxum xohlaydi? Men ham, men. Mana shu tuxum singanligi uchun ham ertadan boshlab soliqlarni to'laysizlar. Xo'sh, mana endi seni rejangni ham, meni rejamni ham ishga solamiz. Mana buni bahaybat desa bo'ladi. Grox aytganida yellanatlar-ey. Grox, quruq ishtonlaringni tayyorlab tur, biz boryapmiz. Bugundan boshlab qasr bizniki bo'ladi. Yillanatlari. Tushunmadim, nima uchun yana men kichrayib qoldim? Qani bu yoqqa kel, la'nati tasqara. Qani Bezmiya, ishga kirish. Nima, sen hali meni Bezmiya deyapsanmi? Yo'q, men senga aytmayapman. Men mana bu to'nkaga aytayapman. Hoy, meni eshityapsanmi o'zi? Mana endi o'ldim deyaver, Grox. Xullas, o'sha voqealardan so'ng bizning rejamiz ish berib, biz Groxni mag'lub qildik va albatta qasrni o'zimizga qaytarib oldik. Bir oz muddat o'tgandan so'ng vayrona bo'lgan ba'zi bir joylarni ta'mirlab ham oldik. Biz o'ylamagan edik, bizning rejamiz bunday tez ish beradi deb. Biz Groxni juda ham tez mag'lub qildik. Xullas, biz o'ylaymizki, bizning sivilizatsiyamizga boshqa Grox qaytib kelmaydi. Albatta biz Qambarning ham qasosini oldik. Bu bo'lib o'tgan voqealarga Qambarga o'xshagan semizgina nuqtani qo'ydik. Jinurson, men o'ylamagan edim bunchalik tez rejamiz ish beradi deb. Lekin qasrni qaytarib olganimiz juda ham yaxshi bo'ldi. Ha, mayli, baribir aytgan gaplarimni tushunmading. Yillanatlari, bular nima qilib qo'yganini hattoki tushunmadi ham. Groxni mag'lub qilish shunchalik oson deb o'ylayapsizlarmi? Adashdingiz. Yillanati. Mana endi Groxning sarguzashtlari aynan mana shu yerdan boshlanadi.